Isming nima? Mening ismim Jennifer. Kimdir portladimi? Kimdir portladi. Men portlashga o'xshash o'q ovozlarni eshityapman. Nima bo'layotganini bilmayman. Men zinopaga bog'lab qo'yildim. Siz o'q ovozlarni eshityapsizmi? Men bu nimaning ovozi ekanini bilmayman. Men faqat portlashlarni eshityapman. Bu yurakni larzaga soluvchi qichqiriq 2010-yil 8-noyabr kuni kechqurun qo'rquvga tushgan qizning 911 favqulodda xizmatiga qilgan qo'ng'iroq vaqtida yangradi. Qo'ng'iroq qilgan shaxs Jennifer Pan edi. U uylarga hujum qilinganini aytdi va politsiya zudlik bilan yordamga yo'l oldi. Politsiya Jenniferni qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Biroq undan keyin sodir bo'lgan voqealar butun mamlakat uchun mutlaqo kutilmagan bo'ldi. Jenniferning ota-onasi Osiyodan kelgan muvaffaqiyatli muhojirlikning klassik namunasi edi. Uning onasi va otasi yaxshiroq hayot izlab Vyetnamdan Kanadaga ko'chib kelishgan. Ular Ororo shahridagi avtomobil yig'ish zavodida oddiy ishchilar bo'lib ishlashgan. Umuman olganda ular kamtarona yashashgan. Ammo vaqt o'tib garajli katta uy sotib olishga va asta-sekin bir necha avtomobil xarid qilishga muvaffaq bo'lishgan. Baxtli hayot haqidagi orzu asta-sekin ro'yobga chiqayotgandek tuyulardi. Biroq bu ne'matlar Jenniferning ota-onasi uchun yetarli emas edi. Ular farzandlari o'zlaridan-da ko'proq yutuqlarga erishishni istashardi. Ularning o'g'li Felix shunchaki avtomobil yig'uvchi emas, balki mashinalarni loyihalovchilardan biri bo'lishini istashardi. Buning uchun ular unga yaxshi ta'lim berishni rejalashtirishgan. Qizi Jennifer ham a'lochi bo'lgan. O'qishdan tashqari u figurali uchish va piano chalish bilan shug'ullangan. Bu muvaffaqiyatli muhojirlar oilasining ideal namunasi edi. Ammo 2010-yil 8-noyabr kuni bu oilaviy an'anaga barham berildi. O'sha kechasi tashqi kuzatuv kameralarida 3 nafar noma'lum erkak Panlar uyiga kirgan tasvirga tushdi. O'sha paytda uyda Jennifer, uning onasi Bix va otasi Han bo'lgan. 18 daqiqa o'tgach, erkaklar uydan chiqib ketishdi. Va shundan so'ng darhol 911 xizmatiga Jenniferning qo'ng'irog'i kelib tushdi. Politsiya voqea joyiga yetib kelganda, hujumchilar allaqachon qochib ketgan edi. Uyning ikkinchi qavatida politsiya Jenniferni topdi. Uning qo'llari bog'langan, o'zi esa yog'och zinapoyaning panjaralariga mahkamlangan edi. Jennifer politsiyaga aytishicha, u xonasida telefon orqali gaplashib turgan paytda zinapoyadan ikkinchi qavatga chiqayotgan notanish qadam tovushlarini eshitgan. Bu qadamlar ota-onasining qadamlariga o'xshamagan va u uyda begona odam borligini anglagan. Jennifer xonasining eshigini ochganda o'ziga qaratilgan to'pponchani ko'rgan. Qaroqchi uning qo'llarini poyabzal bog'ichlar bilan bog'lab, pul qidirish maqsadida uni xonaga olib yurgan. Jennifer jami 3 nafar qaroqchi bo'lganini payqagan. Ularning barchasi qora tanli erkaklar edi. Oxir-oqibat qaroqchilar Jennifer pianino darslari orqali berib topgan $2,500. Shuningdek, uning onasi yotoqxona tumbuchkasida saqlagan $1,100 ni topishdi. Biroq bu ham yetarli bo'lmadi. Jenniferning otasi uyda boshqa pul yo'qligini tushuntirishga urindi. Bir payt bosqinchilardan biri Jenniferni ikkinchi qavatga olib chiqib, zinapoya panjaralariga bog'lab qo'ydi. Biroz vaqt o'tgach Jennifer 5 marta o'q ovozini eshitdi. Jennifer yuqorida bog'lab qo'yilgan paytda bosqinchilar uning ota-onasini uyning podvaliga olib tushib, ikkalasini ham otib tashlashdi. Shundan so'ng ular uydan chiqib ketishdi va Jennifer favqulodda xizmatga qo'ng'iroq qila oldi. Isming nima? Mening ismim Jennifer. Uy vayron bo'ldimi? Suhbat fonida dahshatli qichqiriq eshitildi. Bu uning otasi edi. Yelkasidan va boshidan bittadan o'q yeganiga qaramay u tirik edi va yordam izlab ko'chaga yugurib chiqdi. Jenniferning onasi esa shubhasiz halok bo'lgan edi. Politsiya yetib kelganda Jenniferning otasi allaqachon hushsiz holatda edi. Shu sababli sodir bo'lgan voqealarning yagona guvohi faqat Jennifer bo'lib qoldi. Birinchi qarashda hammasi Jennifer aytgandek ko'rinar edi. Biroq keyinchalik politsiya bu ishda bir nechta juda g'alati holatlarni aniqladi. Qanday qilib hujumchilar sovuqqonlik bilan 2 kishini boshiga o'q uzib o'ldirib, 3-shaxsga tegmagan? Nega ular tirik guvohni qoldirishdi? Ularni Jenniferni o'ldirishdan nima to'xtatdi? Agar hujumning maqsadi talonchilik bo'lgan bo'lsa, nega qaroqchilar uy egalarining avtomobillarini o'g'irlamadi? Uydagi qimmat elektron qurilmalarni olib ketmadi
Eng g'alati tomoni esa Jenniferning otasining hamyonidagi barcha pullar ham olinmagan, tegilmagan edi. Bularning barchasi juda shubhali ko'rinar edi. Bundan tashqari politsiyani yana bir savol qiynardi. Jennifer qo'llari bog'langan holda qanday qilib 911 xizmatga qo'ng'iroq qila oldi? Bu savollarning barchasi politsiyani tinch qo'ymasdi. Va bir necha kundan so'ng Jennifer takroriy so'roqqa chaqirildi. Ushbu so'roq davomida u qo'llari bog'langan holda qanday qilib telefonni chiqarib 911 ga qo'ng'iroq qila olganini amalda ko'rsatib berishi kerak edi. Men sizning jismonan telefonni kiyimingizdan qanday qilib chiqarishingizni ko'rmoqchiman, dedi tergovchi. Biz buni bilishimiz kerak. Bu juda muhim. Ular meni yuqori qo'limni, zinapoya panjarasiga bog'lashgan. Ammo qo'llarim bir-biriga bog'langan edi. Yaxshi, endi sen telefonda qanday qilib qo'ling bilan cho'ntak va qanday qilib qo'ng'iroq qilasan? 911. Va sen shunday gaplashasanmi? Men telefonga baqiraman. Qanday qilib eshitasan? Men ovozni maksimal darajaga, gromkiga qo'yaman. Natijada Jennifer qo'ng'iroq masalasida politsiyani ishontira oldi. Biroq shunga qaramay, politsiya uning boshqa ko'rsatmalariga shubha bilan qarashda davom etdi va uni kuzatishni to'xtatmadi. Politsiya xodimlari shuni payqashdiki, Jennifer onasining dafn marosimida qayg'uli ko'rinmagan. U 18 daqiqalik dahshatni boshdan kechirgan. Onasini esa ehtimol otasini yo'qotgan bo'lishiga qaramay, dafn marosimida bir tomchi ham ko'z yosh to'kmagan. Politsiyada Jennifer aytgan voqealar haqida yanada ko'proq shubhalar paydo bo'ldi. Bundan tashqari tergovchilar Jenniferning otasining xatti-harakatlari ham tushunarsiz qoldirdi. U boshidan o'qiganiga qaramay, hushiga kelgan. O'zini otib tashlangan xotinini ko'rgan. Bunday vaziyatda har qanday ota qizining ahvolini tekshirishni o'ylardi, ammo u bunday qilmadi. Aksincha, u qiziga emas, balki uydan tashqariga yugurib chiqdi. Bu g'alati xatti-harakatning sababi nima edi? Bu savollarga javob bera oladigan yagona odam Han Pan, Jenniferning otasi edi. U boshidan o'qiganiga qaramay tirik qolgan, biroq komaga tushib qolgan. Ammo 12-noyabr kuni 3 kunlik komadan so'ng u hushiga keldi va gapira boshladi. Uning aytganlari Jenniferning hikoyasidan butunlay farq qilardi. Jennifer yolg'on gapirgan edi va bu uning hayotidagi yagona yolg'on emas edi. Otasi Jenniferdan hamma narsadan mukammallik talab qilgan. Musiqada, sportda, o'qishda u qizning hayotini to'liq nazorat qilgan. Ammo Jennifer bunday hayotni xohlamasdi. U ota-onasining umidlarini oqlay olmasligidan qo'rqardi. Yuqori sinfda Jenniferning baholari biroz yomonlashdi. U ota-onasini ranjitishdan qo'rqib, shu paytdan boshlab ikki tomonlama hayot kechira boshladi. Jennifer baholarni soxtalashtira boshladi. Shunda ular ota-onasini ko'zida hanuz mukammal bo'lib ko'rinar edi. Maktabni tugatgach esa u xohlagan universitetga kira olmadi va bu haqda ota-onasiga yolg'on gapirdi. Bitiruv vaqti kelganida esa Jennifer universitet soxta diplomini sotib oldi. Shu davrda yaxshi qiz bo'lib ko'rgan Jennifer Pan yomon yigit Daniel Wong bilan tanishdi. Daniel undan yoshi katta edi va u allaqachon narkotik moddalar savdosi bilan bog'liq ishlar bo'yicha politsiyada qayd etilgan edi. Albatta, bunday yigitning Jenniferning otasi ma'qullashi mumkin emasdi. Jennifer ota-onasidan yashirincha Daniel bilan yashay boshladi. Ota-onasiga esa o'qishda ekanligini aytardi. Ammo bir kuni bu yolg'on fosh bo'ldi. Otasi uning xatti-harakatlaridan shubhalanib, uni yashirincha kuzatishga qaror qildi. O'sha kuni u o'zining ideal qizi haqidagi butun haqiqatni bilib oldi. Otasi qattiq g'azablandi. Jenniferning barcha aloqa vositalarini tortib oldi va uydan chiqishini taqiqladi. Jennifer 25 yoshda bo'lishiga qaramay, u uydan faqat pianino mashg'ulotlari uchungina chiqishiga ruxsat berilgan edi. Daniel masalasiga kelsak, otasi Jenniferga shunday degan edi. U faqat otasi vafot etgandan keyingina Daniel bilan yana ko'risha olardi. Ammo Jennifer kutishga tayyor emas edi. Daniel uzoq vaqtdan beri jinoyat doiralarida yurganligi sababli u yo'llanma qotillarni tanirdi. Ular Jenniferning ota-onasi bilan bog'liq muammosini hal qilishga yordam berishini mumkin edi. Jennifer ularga $10,000 to'lab, otasi qo'ygan to'siqlardan bu yoki xalos bo'lishni rejalashtirdi. Jennifer tuzgan mukammal rejadagi yagona kamchilik shundaki, uning otasi tirik qoldi.
Xan-pan hushiga kelgach, politsiyaga Jennifer hujum paytida bog'lanmaganligini aytdi. Bundan tashqari Jenniferning hujumchilar bilan muloqoti do'stona bo'lgani ham ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Jennifer yana politsiyaga chaqirildi. Bu safar guvoh sifatida emas, balki gumonlanuvchi sifatida. 9 soatlik so'roqdan so'ng Jennifer nihoyat gapirishga tayyor bo'ldi. Ammo bu politsiya kutgan haqiqat emas edi. Sen bu yigitlar kelib seni o'ldirishini aytgandingmi? Jenniferning aytishicha, undan boshqa hech kim o'lishi kerak emas edi. U Daniel bilan ajralib ketganidan juda tushkun holatga bo'lib, o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Ammo bunga jur'ati yetmagan. Shunda u yollama qotillarni faqat o'zini o'ldirishlari uchun yollaganligini aytdi. Keyinchalik u go'yoki bu buyurtmani bekor qilmoqchi bo'lgan. Biroq qotillarga buyurtmani bekor qilish uchun yetarli pul topa olmagan. Shu sababli ular baribir kelib uning ota-onasini o'ldirishgan. Bu sudda ishonish mumkin bo'lgan voqea versiyasi edi. Keyin politsiya Daniel Vongni so'roq qildi. Ehtimol u Jennifer bilan bir xil versiyani kelishib ulgurmagan edi. Daniel Jennifer ota-onasini o'ldirishni uning yordami bilan rejalashtirilganini o'ylagan. U Jenniferning o'zini o'ldirish haqidagi versiyasidan bexabar bo'lgan. Shu sababli so'roq davomida o'zini oqlashga urinib, Jennifer ota-onasini o'ldirishni xohlaganini tasdiqlab qo'ydi. Keyinchalik politsiya Daniel Jenniferga yollama qotillar bilan aloqa qilish uchun zaxira telefon berganini aniqladi. Uydagi voqeadan so'ng Jennifer telefon ichidagi SIM kartadan qutulgan, ammo telefonni o'zidan tashlab yubormagan. Telefon ichidan Jenniferning qotillar bilan yozishmalari topildi. Qotillar uyga kirishdan oldin Jennifer "VIP kirish ochiq" deb yozilgan SMS xabarini jo'natgan. Bu uyning eshigi ochiq ekanligini anglatardi. Kuzatuv kameralarida keyinchalik Jennifer xonasida chiroqni yoqib o'chirib, hujumchilarga kirish mumkinligi haqida signalni bergani ham ko'rindi. Oxir-oqibat dalillar yetarli bo'ldi. Jennifer, Daniel va 3 nafar hujumchilarning har biri Big Spanni o'ldirish va Xan-panni o'ldirish suiqasd qilish ayblovlari bilan 2 umrbodlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud shuningdek Jenniferga qarindoshlari bilan muloqot qilishni qat'iy taqiqladi. Sudda Jenniferning otasi aytgan so'nggi so'zlar shunday bo'ldi: "Men qotilimni yo'qotganim zahoti qizimni ham yo'qotdim. Menga tirik qolganim uchun omadli kishi deyishadi. Ammo menimcha men ham o'sha kuni o'ldim."